Assalomu alaykum, hurmatli Eurometal YouTube kanali obunachilari. Bugungi obzorimizda sizlarga o'zi yuradigan so'rlarimiz, maydalanadigan so'rlar, gulli so'rlar va bundan tashqari 4 ta darvozamizda aksiyada qo'yib berganmiz. Bizni rivojlanish uchun video boshidan like, kommentariyalarni bosib, podpisatsiya tugmalarini bosib qo'yinglar. Bu biz uchun katta motivatsiya bo'ladi va obzorni boshlashga go! Hurmatli Eurometal YouTube kanali obunachilari, mana bugun sizlarga xudo xolasa arzon so'rilar, arzon darvozalarni bir qator obzorni qilib beramiz. Mana shunday g'ildirakli so'rilarimiz ham bor. Albatta hammasi maydalanadigan. Misol qish kunida kerak paytda chekka yopib qo'yiladi. Taxtalarni ham ikkiga bo'linadigan qilib zamok taxtalardan foydalanib beramiz. Bu so'rning afzallik tomonlari misol uyda tagini shipirish kerak bo'lsa, boshqa bo'lsa ayollarimiz chekkaga olib bering, bir tomonga olib bering deyishmaydi. Mana yengil shunday suriladi, boshqa bo'ladi. Shu holatda chiqadi. Bu narxlarga keladigan bo'lsak, mana shu holat 2 million 700 ming so'm chiqadi. Taxtalar bilan 3,5 million so'mga O'zbekiston bo'ylab dastlabki ustanovkasini kelishamiz. Xudo xolasa vodiyga dastlabkasini qilib berishga harakat qilamiz. Yaqin atrofimizga. Va bundan tashqari mana bunaqa so'rlarimiz ham bor. Gulli, chiroyli, naqshli bo'lib chiqqan. Bundan tashqari high-tech har xilni qilib beramiz. Va darvozalarimizni ham xudo xolos bugun 4 ta darvozamizni obzorini chiroyli qilib beramiz. 4 ta darvozamiz ham aksiyada, hammasi aksiya bo'lib, misol eng kamida har bittasidan 1 milliondan skidkalari bor. Bundan tashqari bizda 100 xil, 200 xildan ortiq darvozalar bor. Har xil darvozalarni bir qator obzorni qilib beramiz va shu darvozamizda obzorni boshlaymiz. Bu darvozamiz Dubai fason, yon sto'galar 8 ga 6 profillardan bo'lgan, taglari shivillar, tepalariga ochiq joylarni qilganmiz, havo aylanib, yorib kirib turish uchun. Va Dubai fasonida bu arzon varianti, bir qimmat varianti ham bor. 3 xil varianti bor. Nержавейкali, nержавейкasiz. Nержавейкali variantlari 650 mingdan chiqadi. Bez nержавейкali shu darvozalar misol 550 ming so'mdan chiqadi. Va 2 qavat shumkaligi bor buni. 2 qavat shumkaligini kvadrati 1 million 400 ming so'mdan chiqadi. Materiallar bilan bir qadar tanishtirib, keyin narxlarini qancha narxda chiqadi va undan tashqari aksiyada qanchaga bo'ladi, hammasini ko'rsatib o'tamiz. Bu darvozamiz listlarini ham bir qadar ko'rsatib ketasizmi? Yaqinroqdan ko'rsatib keting. Shirshavorli, yangicha reflyonka listlardan bo'lgan, eniga 3,5 metr, bo'yiga ham 3,5 metr. Listlari 1.2lik, 6 ga 4 profil, 1.2lik ishlagan. 3,5 razmerda kimni xonadoniga tushib qolsa, Nalichida bor bu darvozamiz. 1 kvadrat metr 550 ming so'mdan chiqadi, 6 million 700 ming so'm bo'ladi. Va aksiyada buni 500 mingdan qo'ydik. Ya'ni kvadratiga 50 mingdan skidkada 6 million 100 mingga. Kimni xonadoniga tushib qolsa, vodiy bo'ylab bu narxlar amal qiladi. Boshqa viloyatlarga xudo xolos kelishamiz. Faqat dastlabkasi shu narxlarda ketaveradi. Dastlabkasi bo'yicha kelishimiz mumkin. Shu darvozani o'zidan ham mana 500 ming so'm, 600 ming so'm skidka bo'layapti. Endi bu darvozamiz juda ham chiroyli rang chiqqan. Sariq tilla rang nержавейкаlardan foydalanganmiz. Tepalariga osh joylarni qilganmiz. Sizlar 1.2lik kraskalariga 5 yildan 10 yilgacha garantiyani beramiz. Va hamma darvozamiz biz sexdan chiqadigan, Eurometal sexidan chiqadigan hamma darvozalarimiz taglari shivillar bo'lib chiqadi. Shivillar qo'shimiz sababi erta mashina kirib chiqqanda ezilib ketib, boshqa bo'lib, unaqa muammosi bo'lmaydi. Bu darvozamiz razmeriga keladigan bo'lsak, eniga 3.35, bo'yiga 3,5 metr, 1 kvadrat metr 650 ming so'mdan chiqadi va buni aksiyada biz buni 570 mingdan qo'ydik. Asl narx 650 mingdan 7 million 600 ming so'm bo'ladi. Va aksiyada 7 million 6 million 700 mingga. Ya'ni shu darvozani o'zidan ham 800 ming so'm skidka bo'layapti. Va bu darvozamiz high-tech gibrid varianti, listli high-techga o'xshatib ishlangan, lekin listlari 1.2lik variantda. Nержавейкалari chiroyli ishlar bilan berilgan, qo'llarni qo'yilgan. 8 ga 6 profil. Bu darvozamiz eng yaxshi tomon nalichkalardan foydalanganmiz. Har tomoniga 20 santimetrdan nalichkalardan qo'yib berganmiz. Asli eniga 3 ga 3,5 metr bo'ladi, lekin nalichkalar bilan shu eniga 340, bo'yiga 370 bo'lib chiqqan. 700 ming so'mga tayyorlab beramiz. Bu darvozamiz 8 million 800 ming so'm bo'ladi. Aksiyaga kvadratiga 100 mingdan o'tib berdik.
600 mingdan 7 million 500 ming so'm. Ya'ni shu darvozani o'zidan 1 million 300 ming so'm skidka bo'layapti. Xo'p, kraskasi, boshqasi, zamok, o'zimiz borib o'lchash xizmatlari, dastavka, ustolik hammasi shu narxlar ichida amal qilib o'tadi. Xo'p, kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, hammasidan bor. Endi bu darvozamiz keladigan bo'lsak, razmeri eniga 363, bo'yiga 3,5 metr. Xuddi shu materiallardan tepaga osh joylarni qilib beramiz. Uni xohlasangiz yopiq qilib beramiz. Addini kalitga bo'lgan, kalitkalar shu o'ng tomondan bo'lgan. Buni ham taglar обязательный shvillar, kraskalari shu toza devo kraskalardan foydalanganmiz. Xo'p, eniga 363, yana kimni xonada tushib qolsa, bo'yiga 3,5 metr. 360 3,5 metr. 1 kvadrat metr 550 mingdan tayyorlab beramiz. 7 million bo'ladi. Endi aksiyada buni ham 500 mingdan qo'ydik, 6 million 350 ming so'mga. Ya'ni shu darvozani o'zidan ham 650 ming so'm skidka. Kimni xonadoniga kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolos chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Bundan tashqari aksiyada darvozalarimiz bundan ham ko'proq. Xo'p, shu joyda ham misol orqani o'zida ham mana 10 ta darvozamiz turibdi. Shularni ham bir qator ko'rsatib ketasiz. Xo'p, bu Samarqand darvozamiz shu shumkali variantda bo'lgan. Bu narishkalari brusaytli listlardan foydalanilgan. Hammasi. Xo'p, bu darvozamiz shtampovka. Seximiz ham xuddi shu joyda. Dastavka ustanovkadan muammo yo'q. Darvozamiz, sexlarning reklamalarimiz old tarafda, seximiz shu joyda. Kimga shunaqa temir darvozalar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Xudo xolos ishlaring chiroyli qilib bitiramiz.